Assalomu alaykum bizlarni YouTube orqali kuzatib borayotgan obunachilar. Mana yana bitta ishimizni o'z nihoyasiga yetkazib, chiroyli qilib tugatib berdik. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ketish esdan chiqmasin. Mana hurmatli obunachilar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ishimizni chiroyli qilib mana ustalarimiz go'zal holatda o'ta ham bir chiroyli qilib tugatib berishyapti. Xudo xolasa hozirda biz vodiy bo'ylab tunikafon ishimizni olib bormoqdamiz. 1 kvadratini 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. 130 ming so'm ichiga lesa, labo xizmati, usta haqqi, samarez va yana shunga o'xshagan har xil turdagi xarajatlarni o'z ichiga oladi. 130 ming so'm deganda bizdan rasxod qilingan tunikaning 1 kvadrati 130 ming so'm bo'lyapti. Xudo xolasa narxlarimiz shunday bir xil holatda turibdi, oshgani ham yo'q, ko'tarilgani ham yo'q. Hozirda bizning xizmatimiz vodiy bo'ylab bo'lyapti. Vodiydan tashqariga asha ob'yomga qarab narxi ozgina o'zgargan holatda bo'lishi mumkin. Chiroyli qilib borib tugatib topshiryapmiz. Mana bu hozir mana ko'cha tarafimiz. Ko'cha taraf ham ancha go'zal bo'lib bitgan. Mana ko'cha tarafda shapkasi. Mana xudo xolasa o'zingizlar ishimizni ko'rdinglar. Yana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.